Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Xudo xolasa mana bugun Sirdaryo viloyati Yangiyer shaharidan xudo xolasa yangi partiya hozirgina kelib tushgan novvoslarimiz. Xudo xolasa hammasi bir-biridan zo'r, sifatlari juda ham o'ta go'zal. Muhimi narxida degan aka-ukalarimiz hozir narx-navolarni ham chiroyli qilib qo'yib beramiz. Oldin bir qator novvoslarimizni ko'rsatamiz. Soni 14 bosh. 14 boshdan deyarli ikkita uchtasini demasa hammasi tish buzgan, 2 kurak, 4 kurak. Mana shunaqangi novvoslarimiz yemga tashlashga tayyor. Olgan odam xudo xolasa baraka topadigan novvoslarimiz xudo xolasa. Mana bunaqangi ikkita angusga gibrid variantlaridan bor. Juda ham sifatlari o'zgacha. Olgan odam maza qiladi. Mana bunaqangi 3 ta nisbatan pastroqlar bor. Bularning ham narx-navolari ham salgina pastroq bo'ladi. Mana bu ikkita gibriddan bu yog'iga xudo xolasa вообще o'ta ham go'zal. Olgan odam maza qiladi. Shved gibrid, o'zimizning местныйlar shunaqangi novvoslarimiz. Yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarimizni qoldiramiz. Menimcha birortasini biror joyda nuqsoni, aybi bor novvosimiz yo'q. Hammasi sog'lom. Borini bor, yo'g'ini yo'q deb aytamiz. Bemalol kelganda ham yegan, bemalol yedishlarini ko'rib olishingiz mumkin. Narx-navolarga qisqacha o'tib qaytaveramiz. Hammasini bir joyda olaman degan ko'klamizga. Soni 14 bosh. 15.600.000 so'mdan oxiriga berib yuboriladigan summasi, yana qaytarib o'taman. 15.600.000 so'mdan. Faqat bir joyda olaman degan ko'klamizga. Ichidan tanlab olaman, 3 ta 4 ta olaman degan ko'klamizga 15.800.000 so'mdan mana bunaqangi gibridlardan olishingiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, uzoqdan yo'lga chiqib, telefon qilib onlayn savdo qiladigan aka-ukalarimiz bor. Aksariyat videolarni ko'rasizlar. Blogerlar bo'ylari mana shunaqangi 1.20-1.30 chiqmasa kerak deydi. Yo'q, bizda quruq gap emas, aniq fakt bilan o'lchangan. Eng balanti 1.22, 1 metr 22 sm. Kichkina narsalar emas. Eng pastiga mana bu ikkalasidan o'lchadik, 1.8 deb olaverak, lekin 1.10 chiqadi xudo xolasa. Oshig'iga biz rozimiz. Chunki sababi tarozini savol javobi qanday bo'lsa, metrniki ham xuddi shunday deb bilamiz. Shuning uchun borini boricha aytishgan ma'qulroq. U blogerlarga o'xshab reklamasini mol o'tkazishga harakat qilmaymiz. Maqsad sotish bularni. Shuning uchun boricha uzoqda yo'lga chiqadigan ko'klarimiz, hurmatli aka-ukalar, yana qaytarib aytaman. Qayerdan mol oladigan bo'lsangiz, aniqroq bo'ylarini so'rab olganingiz ma'qul. Borgandan keyin bir qari kichkina ko'rinyapti mollar. Shuning uchun biz bo'ylarini aytamiz. 1.18 sm deylik, 1.10 chiqadi lekin voy eng kichkinasi ham. Eng balanti 1.22. Bu yog'i xudo xolasa shuni oralig'ida. Lekin mana ular bor, bo'yiga umuman hisob-kitob qilmaydigan, tosh taroziga ham hisob-kitob olmaydigan novvoslarimiz. Sifatlarini ko'ryapsizlarmi? Вообще o'ta ham go'zal novvoslarimiz. Yemga tashlashga tayyor. Manzilimizni yana qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Eng balantiga olaman degan ko'klamizga 16.800.000 so'mdan 3 ta 4 ta olaman degan ko'klamizga 16.800.000 so'mdan oxirgi narx-navosi. Eng pastiga 13.200.000 so'mdan 3 dona bor. Mana shu ikkita sariq, ichekadagi qorani 13.200.000 so'mdan. Faqat oxirgi narx-navolari. Ikkita mana gibridimiz bor, angusga gibrid. Juda ham sifatli narsalar. 32 million bo'ladigan bo'lsa ketaveradi bular ham. Faqat yana aytaman, berib yuboriladigan summalarni aytamiz, hurmatli aka-ukalar. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bir joyga oladigan aka-ukalarimizga dastavka bor.